Qat'iy soliq to'layapman deb beparvo bo'lmang. Bitta yuridik shaxs qat'iy soliq rejimida faoliyat yurityapman deb 1 milliardgacha tovar оборот qilyapman deb tovarlarni kirim hujjatlariga e'tibor qaratmagan holda korxonadan sotib tushgan pullarni har xil maqsadlarga chiqazib yuborgan. Umuman e'tibor qaratilmagan. Xuddi shunaqa korxonalardan 3 tasini bir-biriga sliyaniya qilgan va soliq organining talabiga asosan yagona darchadan ixtiyoriy tugatish uchun ariza qoldirgan. Ushbu korxonada ixtiyoriy tugatish bo'yicha soliq auditi o'tkazilgan va auditda 1 milliard so'm qo'shimcha soliq hisoblangan va 1 milliard 700 million so'm moliyaviy jarima qo'llanilgan. Hisoblangan summa katta bo'lganligi uchun soliq organlari departamentga materiallarni yuborishgan. Departament korxona rahbariga 1 oy ichida ushbu summalarni to'lash to'g'risida ogohlantirish xati berib, agar to'lanmasa jinoyat ishi qo'zg'atilishi to'g'risida ogohlantirish xati taqdim etdi. Hech qachon korxonani buxgalteriya hujjatlariga bee'tibor bo'lmang. Ushbu korxonani buxgalteriya hujjatlari outsourcing tashkilot tomonidan 100 ming so'mga yuritib kelingan. Korxonani tugatish uchun bizga yoki bizaga o'xshagan soliq maslahatchilariga murojaat qilishni tavsiya qilaman.